Assalomu alaykum hammaga. Ushbu videoda men sizlarga qanday qilib targetga $100 sarflab, oylik aylanmamizni 30,1 millionga olib chiqqanimizni aytib beraman. Andijondagi zargarlik proyektimizga, ya'ni kumush uzuklar sotadigan proyektimizga biz avgust oyidan beri ishlab kelamiz va targetga oyiga o'rtacha shu $100 sarflaymiz. Va biz oyiga 30 tadan 80 tagacha juft uzuklar sotamiz. Xo'p, bu profili va sizlar bu yoqda ko'rishingiz mumkin. Shu vaqtgacha yoqqan polni targetlarimizni shu vaqtgacha misol avgust, sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr, yanvar, fevral, mart. Уже 8 oy bizda deyarli aprel orada qanchadir pauzalar bo'lgan. Bayramlarda yoqilmagan targetlar shuni hisobiga примерно $8 rasxod qilganmiz. Va bu yoqda ekranlarda ko'rishingiz mumkin. Bizadagi 4 sent, 4 sent, bu yoqda 55 sent, $55 sarflaganmiz. Bizning bitta SMS narxlarimiz 5 sent, 4 sent, 3 sentgacha tushgan. 3 sentdan bor bu yoqda. Biz $200 sarflaganmiz to'liq. Polni ko'rishingiz mumkin. 3 sentdan. Eng qimmatlaganlari bo'lgan 7 sentga, 8 sentgacha chiqqan, lekin ko'rib turibsizlar, stabil 3, 4, maksimum 5 ga 5 sentga olib chiqqanmiz. Xo'p, bu proyektda biz nima ishlar qilganmiz? Xo'p, kelinglar birinchi nimaga aynan bu videoni ko'rishinglar kerak? Men o'zi kimman? Shu savollarga javob topamiz. Ismim Muhammadali, Andijondanman. Andijondan bo'lganim uchun ko'pchilik meni Sheb deb chaqiradi. 3 yildan beri SMM va marketing sohasida ishlab kelaman. Eng katta ishlagan marketing agentligim bu Aba Marketing bo'lgan. Undan keyin Andijon aka Gapparov shaxsiy brendida projekt menejer bo'lib ishlaganman va hozirda Hasan aka Mamasaidovni yangi loyiha sifatida olganmiz. Shaxsiy brendlarimda projekt menejer bo'lib ishlab kelaman. Va bundan boshqa SMM va marketing shaxsiy brend proyektlarida SMM menejer va projekt menejer bo'lib ishlaganman va ishlab kelaman. Xo'p, birinchi bo'lib biza tanishuv qanday bo'lgan proyekt bilan? Avgust oyi boshida aka bilan gaplashganmiz, Telegramda tanishib qolganmiz. Ikkita maslahatlar berib o'tganman target bo'yicha. Xo'p, keyin bir haftadan keyin akani o'zi qayta aloqaga chiqqanda target bo'yicha ishlash taklif qilgan. Xo'p, biza keyin ko'rishib gaplashganmiz. Ishni boshlaganmiz. Xo'p, birinchi bo'lib nimadan boshlangan ish? Birinchi bo'lib biza eski targetlarni analiz qilib olganmiz. Nafis brend. Xo'p, biza birinchi qilganimiz eski targetlarni analiz qilganmiz. Akamiz bizdan oldin boshqa targetologlar bilan ham ishlagan, lekin ular 1 oy, 20 kun, 2 hafta shunga o'xshash muddatlarda ishlagan. Hop, biz eski targetda nimani analiz qilganmiz? Hop, birinchi bo'lib shuni ko'rib chiqsak, hop, biz birinchi bo'lib analiz qilgan narsamiz bu aynan qanday turdagi target yoqamiz. Bu bo'lishi mumkin. Leadga yokida zvonokka yokida SMSga, ya'ni direktdan to'liq yozadigan qilib biz shu SMSda tanlaganmiz. Biz tushunganmiz, что eng optimal variant bu SMS. Xo'p. Biz ikkinchi bo'lib yangi Facebook ochganmiz. Sababi eski targetologlar bilan kontakt qolmagan, Telegramdan udalib qo'ygan, telefon nomerlari o'chirilgan, shuning uchun biz yangidan Facebook sahifa ochganmiz. Xo'p. Eski Facebookni uzib tashlaganmiz, yangi Facebook page ochib Instagramni ulaganmiz va yangi ochilgan Facebook akkauntimizni tayyorlaganmiz. Xo'p, keyingi qilgan ishimiz, endi biz murojaat olib kelib berishimiz mumkin, lekin uni sotuvga aylantirish uchun bizda sotuv menejerlar bo'lmagan. Shuning uchun biz sotuv menejerlar qidirishni boshlaganmiz. Mengacha aka orada o'z Instagramni sotib turgan, lekin akani aytishi bo'yicha shu Instagramni aka sotsa, demak bu yoqda zargarlik ish qolib ketadi. Shuning uchun biz sotuv menejeri topganmiz. Buni biz qanday qilganmiz? Sotuv bo'limini topish uchun turli Telegram kanallarga sotuvchi kerak degan e'lonlarni berganmiz va tanishlarga chiqqanmiz. Xo'p, turli Telegram kanallarga berganmiz. U yerdan 3 tadan 5 gacha admin saralab olib, bir hafta sinov muddatida ishlaganmiz va ikkitasini oxirida tanlab olganmiz. Xo'p, keyingi qiladigan etapimiz bo'lgan bu doimiy kontent qo'yib borganmiz. Kontent qismini boshida men ozgina aralashganman, undan keyin akamiz boshqa o'zi mobil bloglar bilan ishlagan. Xo'p, bu yerda ham nima ishlar qilingan? Kelinglar bir yo'li ko'rib chiqamiz. Xo'p, doimiy kontentda biz asosiysi rubrikalarga e'tibor berilgan bu yoqda. Xo'p, ikkita rubrika bo'lgan. Birinchisi uzuklar obzori, ya'ni har xil uzuklar obzori bo'lgan. Hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Faqat chaqir va iltimos, kishilarni o'zaman qaytaman. Rasga tushib ber men uchun. Zamon qaytaman. Rasga qarang, agar biz shunga o'xshagan obzor videolarni qilganmiz. Keyingi qilgan rubrikamiz bu savol-javob bo'lgan. Bu yoqda biz odamlardan
ismingiz nima yokida onangizga yaxshi ko'rishingizni aytganmisiz degan har xil savollar berganmiz va savollarga to'g'ri javob bergan yokida shartlar bajargan odamlarga biza shu uyinglar tarqatganmiz. To'g'rog'i projektdagilar tarqatgan. Bu orqali biza eng yaxshi ishlagan rubrika bizada savol-javob rubrikasi bo'lgan. Xo'p, keyingi etapda biza nima qilganmiz? Yangi kreativlar test qilish bo'lgan. Xo'p, biza birinchi bo'lib test qilganimiz bu viloyatlar bo'lgan. Proyektning o'zi Andijonda joylashgani uchun Vodiyda o'ziga, Andijon shaharida o'ziga, Andijon viloyatiga qo'yib ko'rganmiz. Voha tomonga yoqqanmiz, Toshkentga yoqqanmiz va hamma viloyatlarda bitta-bitta test qilib ko'rganmiz. Xo'p, keyingi qilganimiz bu jinslar bo'lgan, ya'ni ayollarni o'ziga target qilib ko'rganmiz, erkaklarni o'ziga. Xo'p, keyingisi videolar. Bizadagi eng optimal yechim va aynan biz qilgan testlarimizdan eng zo'r samara bergani bu videolar bo'lgan. Biz videolarni har xilini test qilib ko'rganmiz va eng oxiri biza marjasi katta va biza targetga sarflagan pulimizni samarali va sifatli SMSlar olib keladigan videoni biza tanlab olganmiz va hozirgacha misol yoqib kelamiz. Orada yangi videolarga yoqqanmiz, eskilariga yoqib ko'rganmiz. Gipotezalar test qilib ko'rganmiz va buni orqasidan biza SMSlar narxi qimmatlashiga va murojaatlar kamayib ketishiga va ko'pchiligi sifatsiz bo'lib ketishiga olib kelgan. Va biza oxiri ikkita video tanlab olganmizda asosan shu videolarga yoqamiz. Ushbu ko'rsatgan qadamlarim orqali biz Instagramdan kelayotgan murojaatlar sonini arzonlashtirishga va sifatni oshirishga erishganmiz. Agar siz ham Instagramda o'zingizni biznesingizni yurgizadigan bo'lsangiz, sizga target to'g'ri kerak bo'ladigan bo'lsa, biz sizga target xizmatimizni taklif qilamiz. Agar sizga xizmatimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda opisiya qismida havola bor. Havoladan o'tib ma'lumotlaringizni qoldiring. Men o'zim sizga aloqa chiqaman.